Assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Yana men Asadbek Rustamov. Bugun men ikkinchi videoni olaman. O'tgan safar mana bu quyonlar haqida olgandim. Va kichkina yangiligim bor. To что Mametdagi quyoncha mana уже tuklarini to'kib, sekin o'ziga joy hozirlayapti. Uni bezovta qilmaymiz. Bugungi videorolikimiz mana bu tovuqlar haqida. Mana kichkina mamlaqa 2 uzunligi 2, eniga 1 metr bo'lgan, balandligi ham 1 metr bo'lgan kichkina katagim bor. O'sha katakda demak 4 ta tovuq, bitta mana bu salatli xo'roz istiqomat qilmoqda. Demak, yangilik nimadan iborat? O'tgan yili kuzda bitta ona tovuq, mana shu ona tovuq va mana shu bolalari, faqat ular 5 ta edi. Bitta tovuqni, ya'ni polaponini kuchi yeb ketgani uchun 4 tovuq qolishdi. Bu yil ham ona tovuq adashmasam kurka bo'lib qoldi. Nimaga desa, bugun sezdim buni. Qarasam 3 ta tuxum bor ekan, qo'yib ketdim, olmadim. Olmagandan keyin bugun mana ko'chada havo bulutli bo'lgandan keyin sayr qilaveray dedimda, ochib qo'yib yuborsam, tovuqlar hammasi chiqdi-da, bu chiqmadi. Chiqmadi-da, u yoqda bu yoqqa yugurib yotib oldi. Keyin bir soatlardan keyin qarasam, o'sha yotib, hech kimga nima qilmay, mana hozir ochib ko'rsataman. Yoqtirmayapti mana. Xo'p, videomizni ikkinchi qismini qaytadan men chunki boya videoni oxirrog'ida gapirgandim ozroq sizlar uchun, lekin o'sha ko'rdinglar, yaqinlashganimdan keyin tovuq baqirib tashladi, xo'roziga qo'shilib, shuning uchun ovozi eshitilmaydi. Shovqin bo'lib ketdi, shuning uchun boshqa tomonman. Xullas, aytmoqchi bo'lgan gapim, bunaqa holat mana birinchi marta yuzaga kelishi, ya'ni kurka bo'lishi haqida, umuman bosishi, ko'payishi, qanaqa qilib o'zi kurka bo'lindi, qanaqa ajratsa bo'ladi, kurka yo'qmi, boshqami. Bunaqa holat birinchi marta yuzaga kelishi. Oldin eshitardim uydagilardan, tanishlardan, tovuq boqqanlardan eshitardim, to что поведенияsi o'zgaradi, ya'ni xulq-atvori o'zgarib, ko'chaga chiqmay qo'yadi, agressiv bo'lib qoladi. Undan tashqari tinimsiz anavi qimirlamasdan yotadi bitta joyda degan gaplarni eshitganman, lekin ko'zim bilan hech boshim tushmagan uchun guvoh bo'lmagan. Shuning uchun ham hozir menga bu juda ham qiziq tuyulyapti. Shuning uchun ham video qo'yaman. Balkim kimgadir qiziqarli bo'lmas, balkim deyishinglar mumkin, lekin men uchun juda ham qiziq. Bunaqa holat birinchi marta bo'lishi va eng qizig'i, havasga boqib turib, bu yoqda ko'payishini ko'rsang, yanada motivatsiya oshadi deydimi, ishtiyoqing oshib ketadi. Shuning uchun video qo'yaman. Mana ko'rishinglar mumkin, uje hammasi yana chiqib sekin joylashishni boshladi, lekin mana o'sha ona kurka tovuqimiz yana joyiga o'rnashib olib, o'sha 3 ta tuxumni quchoqlab yotibdi. Bilimlarim oshish uchun yana qanaqadir saytlardan, shu Googledan, ChatGPTdan harakat qilaman oshirishga. Agar sizlarda ham qanaqadir foydali ma'lumotlar bo'lsa, bo'lishinglar kelsa, bemalol chatga yozib, kommentariyaga yozib, bemalol ulashishinglar mumkin. Juda ham xursand bo'laman, chunki boshlang'ich bilimlarim bo'lsa-da, baribir opit yo'q, deb baribir. Bilim bor, opit yo'q. Shuning uchun sizlardan olsam, yanada xursand bo'laman. Keyingi rubrikalarda, keyingi videolarda ko'rishguncha hozircha xayr deb qolamiz. Aytmoqchi, mana quyon boylar sizlarga chao deyapti.